Birovning haqqini yegan shunday bo'ladi o'zi. Nega yaxshimisan? Yaxshi. Erkin cho'kataysan. O, biz do'qidan-ku, o'tinni hidi. Polli qishloq shu do'qidan sepayindi. Bahorgacha. Sizda o'tinni hidi yo'q? Gazmanmi deyman? O'tib tugadi. Ketdik Ergash aka magaziniga. Eshitmading? Yo'q bo'l. Magazin yonib ketdi-ku. Yo'q, zo'r bo'pti. Yes. Biron magazin yonyapti, yesdimi? Qarz daftarim yonganda. Uyda ekan qarz daftar. Ha, unda yomon bo'pti. Ha, Realchi? Mbappe nima qildi? Rasvo qilamiz o'sha. Mbappeni olib sizlar 2 marta xursand bo'lasizlar. Nimaga? Birinchisi olganda, ikkinchisi sotganda. Eshitdinglarmi? Sinfdoshimizlarga yana yerda qaytdi. Nima bola, u yerda qaytishdi, hobbi qilib oldim. Eshitdinglarmi, Munisa Rizayeva tug'ibdi. Nima qildi? Bolasini sochi bor ekan. Bular nima demoqchisan? Bolasini sochi bor ekan demoqchiman. Mana Nodir. Televizor masterda o'g'li. 10 million oylikka ishlayapti ekan. 10 million kam. Vashcha kam. Kam, qarang, 10 million. 3 million ro'zg'orga ketsa, 1 million svetga, 1 million o'tin oladi. Kam? O'tinni birinchisi ana jura. Ha, mana o'tin oladi. Ha, qara. 5 million qoldimi? 2 million staloviga. To'g'rimi? 1 million keyinchiga. 2 million qoldi. Kam 2 million. Ishlamaymiz, ha? Darsdan qochib kelamiz eslaringizmi? O'sha payt darsdan qochmaganimizda ana shunday yurmaydik, darmetga o'xshab. Men tezroq uyga borishim kerak edi. Nimaga? Dadam to'yga boraman deyapti, choponni olib boray. Bor. Men ham choponni kiyib yurmasin.